Assalomu do'stlar, sizlar men Rugulda. Biz bugun Blacklashan 0dan boshlab o'ynayotgan bo'lamiz. Atini ne deb qo'ysam ekan deb o'ylab turdim. Bag'ana bir misoli qiz tani deb qo'yib misoli qizi ay qizi bo'lmay qoldi. K deysangchi. G K o zo'r ketdi. Men shu zo'r ketdi endi. Kayını kılıp koymuş. Parolini bilmem tamam. O'ylab qo'ydim. Men pultda serverda o'ynayotgan bo'laman. O'ynayotgan bo'lsangiz men o'z serverda o'ynayotgan bo'laman. Men bilan birga o'ynayotgan bo'lsangiz endi parolni menga yozib olayın. Endi men parolni yozib oldim. Klick qo'ying. Ne bu? Ne qanday ekan? Akkauntim negiz bor mening. Normal akkauntim. Endi o'zim javob. Endi men kendini isteyman. Ben 2x yok qo'yim ma'qul deb bor. Dedim hachni yeyinda ben 2x qo'yim. Dostlar, sizlarga kiratim bo'lsangiz, sizga promokod aytib qo'ying. Promokod. Birinchi promokodim. Leshotka. Shunday yapın. Bow arada bizasi ile mana o'shanday zatlar berdi bizga basında. Endi ikkinchi promokodim. İkinci promokodim endi olesindem ekan. Ol payday mandaydi. BR 5. O'shunday edi. 10 keyin. Endi o'sha yildan boshlab men shaxtada жұмыс істеп 1000 tenge taup, 1000 rubl taup alg'alay men ne? Qalay edi? Nega olaman? Avtoshkolaga olaman. Plava olaman. So'ng sizlar men bo'laman. Nurguli sog' bo'linglar. Mashinani kelishib olgan bo'lamiz. Bi